gips kardonga qandoq xotirladi degani uchun oldim mana shuni may samarada tesh oldim. Oldim mana ko'rsatib o'taman sizga. Tesh oldimda. Haqiqatda yurib oladi. Kardonga aylanadi. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Samanni qorasizlar. Endi chiqarasizlar. Keyin seri prokan shunda qo'ysanglar mo'shni siqib oladi. Hozir bo'ladi. Buni qaranglar. Siqilib kiribdi. To'g'ramiz. Держатель саморез bor edi. Gips kardon bo'lgani uchun biz asosan metkani sal boshqacha olamiz. Bunda biz ko'pincha mana bu nuqta tepadan mo'ljallab olamiz. Biz ana metka qo'yayotgan osonroq bo'lishi uchun. Gips kardonni qo'yganda mana bu tarafga upor bo'ladi. Mana bu bo'lganda mana bu yoqda ko'proq ishlaydigan kuch bo'lsa, yaxshiroq bo'ladi. Mana bunga tushundinglar? Mana bu tepa tarafida ikkita bo'lsa yaxshiroq. Buni karnizdan shuna qo'ygan yaxshi. Biz asosan beton o'zi pramo bo'lsa, tepa tarafi mana bitta bo'ladi. Bitta, 3 ta bo'lsa, 3-chi tepasi bitta bo'ladi. Albatta, ishni ko'rasizlar, qanaqa siqadi bismillah. Mo'shni. Muammo. Inshaalloh. Держатlayotganda bozorda e'tibor beringlar. Tilam kelishmay qoldi. Держатlayotganda e'tibor bo'linglar. Mana shuni bittasi chiqmadi bu tarafga. Biz bu tarafga ikki qo'yib ketamiz. Tegadigan mana shunaqasi chiqmadi. Tekshirib olinglar. Ochib berilmasanglar. Endi mana bittadan tekshirib qo'yib yuborsa bo'ladi, perdelka bo'ladi. O'ziniki bo'lsa yaxshi. Shunga e'tiborli bo'lsanglar yaxshi. Qolganda ko'p bo'lmasa iloji bor. Hozir shunga vaqt ketadi borib yo'q-yo'qincha. Hamda tekshirib bersam yo'q deyshot. Shuning uchun bozorda e'tiborli bo'lib qolsanglar, shunaqa narsalarni ochib qarobkadan ko'pchilik tekshirmaydi. Endi ular ham ayb. Tekshirib olsanglar joyida hal bo'ladi ishinglar.